Assalomu alaykum. Qadrli mashinani yaxshi ko'radigan, olaman degan muxlislarimiz va kanalga hozirdan kirib olganlar. Inshaalloh men Termiz mashina bozoridaman hozir. Bugun sovuq. Ob-havoni qarasalar, kun ancha yopiq, yomg'ir ham yog'ish ehtimoli bor va mashinalar ancha chiqqan. Bugun ham to'la bozor, to'la mashina. Hozir o'zimni ham ko'rsatib boray inshaalloh. Xudo xohlasa sizlarga yaxshi cho'tki mashinalardan o'zlaringiz xohlagan mashinani ko'rsatishga harakat qilaman. Agar vuduruk bo'lmasa ham kommentariyada yozib qolasiz, qanaqa mashina kerak va like bosib qo'yasiz videoga. Anishlaringizni tashlab qo'ying, like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying bo'ldi. Boshqa videolarni ham ko'ring, bemalol izlagan mashinangiz topiladi. Agar elektromobil, gibrid mashinalar kerak bo'lsa, mashinalardan kerak bo'lsa, profilimda nomerim bor. Bemalol aloqaga chiqsangiz, o'zim sizlarga zo'r narxlarda, yaxshi arzon narxlarda, shu ko'rgan narxlardan ham qulay narxlarda topib berishga harakat qilaman. O'zimda ham elektromobil bor, hozir ko'rsatamiz mana aka. Aka, o'zimda ham bitta elektromobil bor. Mana aka. Ancha ekonomishda. Bitta zaryad bilan bemalol qishki kunda ham 270-280 euro. Uy sharoitida qo'ysangiz, uyda 7 kilovat zaryadchik bor. Qo'yib beramiz uni ham. Uy sharoitida qo'ysangiz 50 ming, 60 ming bilan to'ladi. Bemalol hozirda metanga o'chirib turib bemalol yurib shahar ichiga ham mazza qilib yurib keladi. Ishchilar bo'lsa bemalol ishchilarga bir 4-5 kun, bir haftagacha ham yetaveradi. Borib kelsa. Biz esa boshladik videoni, takshda pagnali. Menimcha baraka ham bo'ldi mana yerdan. Hozirda ko'rsatamiz. Tak, hozir nimadan boshlar ekanmiz? Aka, o'tib ketaylik. Aka, Damas sizdanmi? YouTube'ga qo'yamizmi, sotiladimi yo'qmi? Biz o'rta qatordan boshlaymiz inshaalloh. Yer bo'sh ekan, hozir bu qatorlar bilan sekin boshlayamiz. Jentra kimdan ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Qo'yamizmi YouTube'ga, sotilib ketsin. Charchamayapsizmi akam? Jentra yili necha ekan akam? 2018 avtomat korobka ekan, ha? Probeglar qancha bo'lgan? 225 ming. Bir qator ko'rsataymi mana? Uzoqdan lekin e'tibor tortib, balonlari yangi ekan, qarang. Balonlari yangi ekan, Vosin diskalar taqilgan ekan. Chiroyli bo'lib turibdi. Uzoqdan mana ko'rinishlari ko'rsataman sizlarga va oynalari ham qanaqadir boshqacha ekan. Hozir bitta so'rab olaveramiz. Mana aka. Orqa tonirovka bo'lgan. Chiroyli turibdi. 2018 225 ming yurgan, orqalarga bunday kisochni faralari taqilgan. Bagajini ham ochdi. Metallari bor. Tak, kraskalarni hozir bir qator so'raymiz. Kraskalar qanday ekan? Akam, kraskalari qanday bor akam? Kraskasi toza. Top-toza. Chizilgan joylari bor, lekin toza kraskasi. Eshiklari shumka bo'lmagan ekan. Ichki tomonini ham ko'rsatamiz. Monitor qo'yilgan. Ko'ryapsiz, monitorlari bor. 225 ming yurgan, 3-paysi 2018. Narxini qancha deyapsiz akam? Qancha bo'lib qoldi narxining? Savdosi qancha bo'lib qoldi? 110 deyapman, kelishtirib beramiz. 110 kelishdi. Savdosi qancha bo'lib qoldi? 90 so'radi. 90 so'ragan ekan. Savdosi 90 so'rab, tepasiga savdolashaverasizlar bemalol. Telefon raqamingizni ayting-chi? 94lik 510 92 ekan. Barter ham bormi? Boshqa narsa uymi, tomorqami yo mashinami? Gaplashaverasiz. Bo'ldi. Barterga ham gaplashib berar ekansizlar. Damas sizdanmi? Damadim shuning. Ko'rmisiz, charchamayapsizmi? Sizlar bilan. Qani noyabr chiqqan, birovlik mashina. Chiqib polik qilgan bitta metall. Aha, 25 noyabr chiqqan. Tak. Tez gapiryapsiz, uspet qilmay qoladi aytishga. Yangi lekin, yangi ekan balonlar, yana yangi turibdi. Noyabr chiqqan, hozir dekabrda 1 oylik mashina ekan. Tak, 6300 yurib qo'yibdi noyabrda ham. Ancha yurib ketdi. Tak, chiqol qilingan ekan, poliklari ham bor. Shumka bo'lmasa qattiq yopilar ekan. Metan qo'yilmaganmi? Metan qo'yilmagan ekan. Endi narxini qanday? Narxi ham chiroyli bo'lsa kerak endi. 95 deyapmiz. Variant ham bor aka. 5 oy 10 oy kutadigan variantlar ham bor. Yangisi shuncha ko'pashdi. Siz yangisi qani 97 million nomer aslida rizik uchun. Yo'q. Ya, baraveranda bunga ham nomer olinadi-da. Keyin qilinadi. Keyin ham beraman aka. 95 kam bor, qarochi, ha? Kelishasiz. Variantni aytib ketaring. Bo'ldi. Variant ham bor. Bo'lib turasiz. 50 millionlar bo'lsa variantni qilib beraman. 50 millionlar bo'lsa qolganini bo'lib to'lashga osalangan bo'lar ekan. Qanchadir vaqtgacha kelishaverasizlar, ha? Nima bor mashina? Sparkmi? Sparkning, Colt'ning.
Tak, Spark yili 2019 ekan mana. 19 mexanikami? Mexanika Spark. Balonlar yangi. Balonlar yangi, diska asal balonda chiqib turgan ekan. Moda bo'lgan balon. Tak, litiy diskalar qilingan ekan, baloni ham yangi ekan haqiqatan. Moyka qilishga uspet qilmangizmi buni? Tak, chiqonlar yaxshi sostoyanida Evacor bor. Tak. 2019 probeg qancha yurgan bu? 105 ming yurgan, motor yaqinda 10 millionga yo'ldan qilingan. Yaqinda qilingan-a, to'ys. 305 ming yurgan ekan. Mana orqalari ham balonlari yangi bo'lib turibdi. Mazza qaydaverasizlar. Bitta sezonga agar taksi qilsangiz deyman, mo'g'ul yetaveradi. 305 ming yurgan ekan, yaqinda motordan chiqqan ekan. Bu bilan xarajat qilingan ekan. To'y sizlar uchun bos foydasilaring bo'ladi. Tak, buni narxi qancha? 75. 75 kam bor. Yetmagan joyi bor, yetmagan kichik joyi ham bor. Tak, savdosi ham bo'lingan buni. Savdo 70 savdo bo'ladi. 70 ga savdo. Taksda shunga qarab o'zlaringiz savdolashib olaverasiz. Mejikari ham bormi? Mejikari ham bor. Bor ekan. Ayting telefon raqamini. Bu yerda bor. Cobalt tushirek, Cobalt ham qo'yamiz. Cobalt ham bor ekan. 23. Benzinda avtomatmi? Avtomat-a? 23. 57 ming yurgan mana. Tabolat. Chiroyli bo'libdi ishlarikin. Chiroyli bo'libdi. Endi kojaga o'xshagan, zam kojali chiqol taqilgan, yaxshi yumshoqqina ekan, qarang. Yumshoqqina chiqoli. Registrator qo'yilgan ekan, qarang. Mana registratori bor. Rullarga yengli, yumshoqqina chiqollardan taqib turibdi. Bu chiqol 57 ming yurgan mashina. Orqalari ham mazza qilib, lekin chiqol yaxshi ekan. Mazza qilib o'tirib ketaversalar bo'laverar ekan. Diskalari, balon sostoyanlari o'rtachadan salgina yaxshiroq ekan. 23-57 ming yurgan Pradega qancha ekan munosib? Anosini. Kraskalarni bitta so'rayman. Kraskalar qanday ekan? Kraska yo'q boshqa. Joy bormi bitta? Eshigini pastda tutmoq. Eshikni pastda ketnosi bor ekan. Bo'ldi, xullas 3 ta mashina. Bu hammi? Nexia 3mi? Avtomat 22. Kameramiz aylanib ketdi. 2022 avtomatmi bu? 22 avtomat. Sizdanmi? Zo'rmisiz, og'a? Charchamayapsiz? 22 avtomat ekan. Shimkalar bo'lgan ekan. U Mercedes taqil. Ichlari ancha ochilibdi, lekin mana salonning o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, mana chiqol bilan tarpetgan rang bir xil uchun ko'kligi uchun ancha ochgan. Qoridan ko'ra ko'k ochar ekan, deganlar mana ekan. Monitor bor, avtomat korobka, Mercedes. Qancha yurgan ekan? 55 ming. 55 ming. 55 ming yurgan, uncha ko'p ham yurmadi. Shumka ham qilingan. Shumka qilingan ekan. To'liq qilingan. Gerb oynalar qo'yilgan ekan, 57 ming. Kraskalar tozami buni? Toza. Bo'ldi. Bir narx qanchadan buni? 125. 125. Bank qilsak 20 million chiqib ketadi. 20 million bankdan chiqdi. 125 kam bor ekan. 10 million bankdan chiqib ketadi. 12 million bo'ldi. Ayting telefon raqamingizni. 95lik 95lik 595 595 0101 0101 ekan. Ikkinchi nomerda ham hozir. Ayting. 90lik 747 41 11. Men aloqaga chiqib 4 ta mashina bittasini yuring bizga ham deb ko'rib tanlab olaverasiz. Yuring. Ketdik og'azim. Tak, mashinalar ko'p bozorda hozir. Bakam mashinam bor dedi. Kam mashinasini hozir tushirganib ketyapmiz. Balkim bosib yuborarsizlar, yaxshiroq mashina. Tirik kirmagan. Ancha ketib qoldim-da men. Renault Captur ham chiqqan ekan. Mana bu. Hozir buni ham ko'rsatamiz. 2021-22 yillarda sotilgan mashina. O'zimizda, Termizda ham sotilgan mashina. Bira to'liq. Endi agar stankadan bozorni boshlab kelib qoldik-ku. Tak. Bitta Gentra keldik, yaxshi. Yo'qdan yurib. Gentra 2000 necha yil ekan? 18 oxir ekan. Mexanik ekan-a? Mexanik 18 oxir. Bir qator ko'rsataman. Kraskalar qanday, tozami? Kraskalar toza ekan mana. Mazza haydashlari uchun kraskalari ham toza ekan. Bosamiz, diskalari tutibdi. Motorlari o'zi yaqinda yurgan, toza bo'lib turibdi. Motorlar toza, chotki turibdi va diskasi zo'r ekan. Diskalari chotki anonlardan qo'yilgan. Nakiskalarni taqib qo'yibdi, chotki ekan. Balon sostoyanlari yangi ekan. Tak, probega qancha bo'lgan?
2018 yili. Probegi qancha bo'lgan? 73. Zapasklar ham bor. Benzindanmi mashina? Benzinda. Xo'p. Benzinda ekan 73 ming yurgan ha. Mashina benzinda ekan bo'ldi. Toza chiqoli yaxshi, poliklari bor. 73 ming bor ekan, probeg chaqirgan, ko'ryapsizmi? 73 ming. Ana 70 ming, salkam 74 ming bor. Lekin yaxshi. Yomon emas. Orqa tarafini bir ko'raylikchi. Yaxshi, orqalari ham yomon emas. Ya qarab haydalibdi inshaalloh. Qarab haydalibdi, lekin mashina narxi qancha bo'lib qoldi buning? Savdosi ham bo'ldimi? Necha pul deyapsiz buni? Kam 110 bo'ldi savdosi, lekin 130 deb turibsiz. kelishtiring og'ajon. 110 dan sal tepaga ko'tarsa berib yuboring. Chunki 2018 deylar, lekin sostansi yaxshi mashina. Ya sostansi shunga qarab yaxshi tez ketadi. Benzinda ekan, har bitta metan qo'yib olasizlar. Bo'ldi, 110 dan tepasiga savdolashaverasizlar. 110 savdosi bo'lgan bo'lsa, agar ayting telefon raqamini. 91lik. Aha. 976 53 69. Ana, 53 69. Pauzaga qo'yib, qaytadan qo'yib olasiz. Mashina qayerda ekan? Yangiobod. Yangiobodniki. Ana, Muzrabot tomon, ha? Muzrabot. Bo'ldi, baraka qilaverasiz. Mashina sostansi yaxshi. Barter ham bormi boshqa narsalarga? Ya, bankmi qanaqa? Bank ham bo'laveradi. Variantlar bormi? Barter. Mashinagami, uygami, tomorqagami qandaydir? Kia bo'lsa, Kia bo'lsa, mana barter qilaverasiz. Bo'ldi, lekin. Bo'ldi, Kiaga barter bor ekan. Endi biz birinchi qatorga kelib qoldik. Hozir birinchi qatordan ko'rsatamiz, Jiguli kimdan ekan bu? 06 mi, 07 mi bu? 06 ekan, ha? Kimdir 06 so'rab oldi. Tushiraveray. Yili nechi buni? 89 mening yilim ekan. Men tug'ilgan yilda chiqqan ekanda bu ham 89. Nima deysiz, korobka? 4 talik. 4 talik? Uncha ko'p tushunmasam pullarga. Tak. Balonlar lekin yangi qo'yish kerak ekan, mencha yeyilibdi. Tak. Metandami mashina? Propanda. Yuziga qancha rasxoti bor ekan? Propanga qancha qilyapti? Nechta rasxot qilyapti? Tak, yurib turibdimi mashina? Ishonasi yo'qmi? Zavod ko'rsatsam bilaman. Ishi yo'q, bitta zavod qilib chiqar. Anoda skoro turibdi. Bilib. Sal qoldi, qo'rqitding ola. Ana uni rushnoy bormi? Hozir qiling, orqa tomondan ko'rsataman men. Bitta orqasini ham ko'rsatib o'raylik. Minigay. Orqa tomondan 89 mashina. Uncham chirib ketmagan mashina bor-ku, 89. Ustani mashinasi yuzida shuncha sozlaganda. Kraskalar ko'p bor, kraskalangan. Tak, bitta bunga balon qo'yish kerak ekan. Balonni ancha yeyilibdi, bo'ldi, sostansi. Probegini ko'rsatyapti yo'qmi? Probegini. Bormi probegi? Probegi qanday? Buni ancha bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Tablo buzilmaganmi? Yo'q, buzilmaganmi? Qancha probegi? 63 ming, yo'q, uncha ko'p yurgan bo'lsa kerak. 60735 ko'rsatyapti. 640 lar yurgan bo'lsa kerak. Undan ko'p ham yurgandir balkim-da. Qarachi, yurib turibdi. Yurib turibdi. Hozir prosta o'tilman sovuqqa. Yurib turibdi mashina. Narxini necha pul deyapsizlar? Qancha bo'lib qoldi? 15 million deyapsiz ekan, dolarga 13. Savdosi necha pul bo'ldi? Savdosi aka Bo'lmadimi? 13 ga desa bar. Endi mayli, kelish telefon qiladi, kelishaverasiz, o'yali bo'ptimi? 13 ga bo'lsa baraka qilamiz deyapti. Ayting telefon raqamini. 93lik 637 87 74. Shunaqa? Mashina qayerda ekan? Termizniki ekan. Bu shaharda yurganmi ish qilib? Qishloqdami? O'ldirdingiz. Shaharda yurgansan nima? Bora, hamma narsasi bor dokumentdan. 10x ham bor ekan. Hozir bir qator tushiraman. Bu ham Cherry 6 Pro mi? 6 Pro ekan. Hozir bitta ko'rsam, akam rozi bo'lsa qo'yaveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimi, zo'rmisiz? Eshiklar qulflab olibsiz. Bozorda ochib qo'ysangiz bo'lmaydi. Zo'rmisiz? YouTube'ga qo'yamizmi? Yo'q, sotmayman deb. Ha, YouTube'da sotayin deb. Qo'yib yuborak, olib ketadi. Cherryning ham klienti bor-da, 6 Pro'ni. O'sha telefon qilib nima qilsangiz Bitta obzor qilib qo'yamiz hozir. Bitta obzor qo'yib yuboraman. Aytasiz xarakter. Yili necha? 24. 24. Qancha bo'lgan probegi? 20 ming. Qancha? 20 ming 413. 20 ming 400 yurgan ekan. 2024. Svejiy mashina ekan. Bunday kraskalari tozami? Toza. Bir qator ko'rsataman hozir.
Bir qator ko'rsataman, keyin all sezon hamma sezonlar uchun bo'ladigan balon taqdim bemalol yuraverasiz. Balon sostoyanlari yangi ekan. Balonlik 10 adashmasam 7lik 10 215 17lik bo'lsa kerak. Tak, mana ekan. Cherry 6 Pro короче. Arizo. Yaxshi ko'rmisizlar? Tak, luki bor. Mana yerda nikel anolari bor ekan. Qilingan ekan. Hozir ikki tomon bitta ko'rsatamiz. Nimalari bor ekan mana. Cherryning ham obzorini qo'ydim. Sidinkalar kojamli ekan. Beram koja. Беспроводный zaryadchik bor ekan. Tak, avtohold parkovkalari bor, qishki rejim, ikkita podogrif bor ekan, ikkita bosqichli qarang. Podogriflari bor. Mana yerda karmashka, mana yerda adashmasam, mana yerda. Tak, monitorlar shunday stroyni qilingan bu yerda. Yurgani 24 ming ekan, ko'rinlarga 20 ming deb yurmagan ekan. Yurishlari yaxshi buniki. Qulflanib qoldi-ku. Orqa tomonini ko'rsataman, LED farlardan qo'ygan monoqosh birlashib ketgan. 3 ta sensorning datchik. Bu kraskalar tozami? Toza. Tak. Propanda? Propanda. Tak. Propanda ekan 100 taga 100 kilometrga qancha propan yeydi? Haqiqatda chiqqan. 6 ga tushadi, barimiz 6 da. Tanliga 6 edi, to'g'ri, lekin tanliga kamroq edi, shahar ichiga yetdi deydi. Shahar ichiga ko'proq shahar. Tak. Buni xudo xolasa narxini qancha deyapsiz? Qancha xudo ko'ngil qancha berish? 225 deyapsiz-da buni. 200 ga berganim yo'q. 200 ham yomon. Bu nechinchi pozitsiyasi bu? Oxiri Full pozitsiyasi. 270 necha million buni 60 qanchamidir? 279 ming. Ha, короче 200 ga so'rabdi. Nari ber 200 dan o'tkazib olaverasizlar. Tak. Mashina naqd olinganmi, kredit yo'qmi? Kredit bor. Yoplar. Yopib berasiz, короче. Bo'ldi. Yopladi. Короче 225 dedingizmi? 25, короче kelishtirib olaverasiz. 200 ga so'ragan ekan. Ayting telefon raqamini. 4 ta balon yana o'ziniki ham 4 ta zavodskoy. O'sha balon qo'ydi. 91 91lik 577 577 73 26. 73 26. Mana 360 kamerami bu? Ha. 360 bor ekan. 360 bor. Ha, ularni ko'rsatdim. Eng full pozitsiyasi hech qancha ham yurmagan ekan. 200 ga so'rabdi. Yaxshilar. 200 ning tepasiga salgina qo'shib qalbiga qo'l solib deganday. Ha? 200 ning ustiga qo'shasizlar. Bir so'm, ikki so'm qo'shib olaverasiz. Matiz qo'yamiz, dast tushiramiz endi. Yili necha buni ekan? 2009. Oddiymisi yo bestmi? Prostoy. 3 portionlik 2009. Kraskalar asvejit bo'lganmi? Bo'yaganmi deyman-a? Bitta kraska joyi bor, o'ng qo'l tarafda eshikda. Aha. Ozgina chizilgan joyi bor, singir sepilsa kattaroq qilib sepib bo'ladi. Bu endi mana o'ziniki, oldin o'ziniki shunaqa bo'lganmi yo sepilganmi bular? O'ziniki radnoy. Radnoy shunaqa. Hammasi o'zi. Asvejit bo'lganmi yo'qmi? Yo'q. Yo'q-a? Ana jaltillab turibdi-da. Qancha probegi qancha bo'lgan? Probegi 1,5 oy bo'ldi. Shuni 90 nechida? 99 da. 1,5 oy bo'libdi. To есть 100 dan oshganda ozroq. Nechinchi qo'lsiz akam? Nechinchi qo'l so'zingiz? Nechinchi qo'l? Demak, nechinchi qo'lsiz? Qayda? Ikkinchi qo'l. Ikkinchi qo'l mana. Tak. Anosi bormi? Nima dedi? Metanmi, propani bormi? Metani bor. Mana ekan. Bosinglar. Lekin anchasiz. Yaxshi matiz ekan, svejroq, o'zining radnoy kraskalarida. Shunaqa ham chiqqan ekan. Haqiqatan ham lekin radnoy kraska degan bir tekshirib olaverasiz bitta tanov bilan. Tekshirish qiyin emas-ku. Tak, balonlar sostoyansi yaxshi. Layqli degan balon taqilgan ekan, sostoyansi yangi bo'lib turibdi. Narxini bir necha pul deyapsiz akam? Qancha xolasa? Endi necha pul deyapsiz? 36 deyapmiz, kelishamiz. Kelishing. Kelishtirsangiz yaxshi bo'ladi. 2009. To есть savdosi ham bo'ldimi? Nechaga so'radi? Savdosi endi 28 so'rayapti, 27 so'rayapti. Ha, bo'ldi. Shunga qarab tepasiga qarab so'rab olaverasiz. Endi 30 dan balantiga so'rayveramiz. 30 dan balantiga savdo bo'ladi deyapti. Generalni aytsangiz berib berasizmi o'zingiz nomingizda bo'lsa? Bo'ldi, ayting telefon raqamini. 90'lik 90'lik, aha. 278 Aha. 70 60. 70 60. Aloqa chiqib olaverasizlar. Mashina Termiznikimi? Namunaniki ekan. Bosinglar o'zimizdan ekan. Tak, uncha ko'p yurmaydi ekan. Kobul sizdanmi ekan? Tushiramizmi? Bu Midnightmi? Midnight ekan mana. 2025 yili. 25. Anomi? Nima dedi? Monitorlikmi?
Yangi chiqqanimi? Yangi chiqqanda yana bitta narsa mana yeri obshivkasi qora ekan. Qora bo'lar ekan, mana bular bu endi koja bo'lmasa kerak, yana ham bilmadim endi. Bir ko'ringlar. Chunki yumshoq qandaydir ana odayda qalinroq, davalroq koja o'xshaydi. Mana yerlari ham qora chiqaribdi. Midnight bo'lgani uchun hamma joy qora qilibdi buni. Midnight qora, bu qora, bular ham qora, hamma joy tablo ham qora. Igna probega qancha bo'lgan ekan? Evakor tashlanibdi уже. Poliga bor. Bunga chiqol uncha shart emas. Hozir qishda uncha ham sovuq bo'lmayapti-ku. Sidinliklari yumshoq. Evakor tashlangan bo'ldi, hech qanaqa xarajat yo'q. Metan qo'yilmagan значит, benzinda. Orqalari ham chiroyli, lekin zo'r yarashdi mana. Koja lekin zo'r tushibdi bunga. Men qilaman. Narxi nech pul deyapsiz? Ukam. Kelishtirib ayting, a? O'zi buni salonda 56 mi narxi? 56 mida? 65 mi? Bu eng oxirgi versiya. 65 ha, bo'lmasam bo'ldi. Shunga qarab kelishtirib bering bari 75 bilan. Salgina anav qilib, tak. Bo'ldi, anosini telefon raqamingizni ayting-da. Nechilik? 99lik. Aha. 554. Aha. 0771. 0771. Qanaqa variantlar bor yana? Bartermi yokida bankmi? Nima variant bo'ladi? Bankni beramiz. Bank bo'ladi. Barter yo'qmi boshqa narsalarga? Bu qarang, bu zavodskiga qo'yilganmi deb qo'ydilaringizmi buni? O'zimiz qo'ydik. Tayyor ekan mana. Analar qo'yilgan, podkrilniklar qo'yilgan. Keyin evakor bor ekan tayyor. Bo'ldi, mashina qayerda ekan? Termizniki ekan. Bosinglar. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, Abror 75 ga. Spark desa, Spark olmaysizlar deysiz. Olmaysiz desa, mana Spark ham ko'rsam, taksiga eng zo'r mashina. Hozir shaharga buyukda chiqayotgan, taksi qilayotgan bo'lsam, eng ixcham mashinalardan biri Spark. Shuni oldimdan kesib o'tib ketaveradi. Assalomu alaykum. Charchaysizmi aka? Zo'rmisiz? YouTube'ga qo'yib yuboraylik, sotilib ketsin nasib bo'lsa. Ha, yili necha ekan buni? 2013 ekan. Probeklar qancha bo'lgan? 260 ming yurgan. Kraskalarchi tozami? Bormi? Toza. Zo'r ekan. Mana endi bu yerni bitta ko'rsak atrofidan. Kraskalar toza ekan mana. Mexanikada. Mana motor holatlarini ko'rsatilgan mana motorlari. Chetki. Yuvilgan ham даже. Toza. Sal minutda. Bundasa yalab ketgan. Moy ekan bu, hech narsa emas ekan. Abror 75. Abror 75. Kraskasi toza, balon sostayanlari ham yangi ekan. Bosing. Bitta metani bormi? Bor. Ha? Metani bor. 3%. Tak, narxini necha pul deyapsiz buni? 13. 60 beramiz. 60. 60lik bo'lsa beramiz. Savdosi ham bo'ldimi? Necha pullarga so'radi? Bo'lmadimi? 60 ko'ngil ekan, shunga qarab savdolashib olaverasizlar. Telefon raqamini ayting endi. 99lik. 89lik. 89lik? 99. Ha, 99lik. Aha. 597 8903. 597 8903. Raqam? Kelishtirib olib, mashina qayerda aka? Termizmi? Ha, Termiz. Termizdagi ekan. Savdosi hali bo'lmab kelishtirib olasiz. Qaysini? Labo. Labo ham qo'yaychi yangidan. Labo 2025. Yangi metan ham qo'yilgan ekan. Zo'r ekan. Metan ham qo'yilgan ekan. Probeg qancha bo'lgan? Yangi oldi. Metan qo'yilgan uchun yurmaganmi ekan? 6000 mi? 6000. 6000 yurgan ekan. 600 da ko'rinibdi. Tak. Polik tashlangan ekan. Brushatkaga dokumentlar ham qilingan ekan. Bunga ham dokument qilinadimi bunga? Ha, dokument. Yagona darchadan qilinadi-da. Tak, qanday? 70 nomerda ekan. Bu gen beriladimi yo'qmi yo savdo sotib? Dokumentiga gap yo'q. Gen ham berilar ekan. Nomiga olasa gen. Aha. Tak, 6000 kilometrga 2025 Leonon tashlangan. Narxi necha pul deyapsiz Endi aka? 105 deyapmiz, kelishtiramiz. Kelishtirgan ekan. Kelishtirib bering. Kraskalar tozami? Kraska top-toza, yangi boshlanadi. Kraskalar toza deydi. Metanlari ham bor ekan, ha? Metani ona bola qo'ygan. Bo'ldi, ikkita qo'yilgan ekan, ona bolasi ekan. Ayting telefon raqami. 99lik, 99lik. 297, Aha. 23 20. 23-20 eshitdilaringiz-a? Kelishtirib olaverasiz bemalol. Cheers bank ham bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bank ham bo'ladi. Bosinglar. Dalish ketamiz. Mashinalar uchun ko'p. Biz endi to'xtalib qolmaylik. Bitta ikkita Damas ham ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Qo'yib yuboraylik Damasni ham. Necha yili buni? 25. 2025. 3000 yurganmi? 3000. 3000 yurgan ekan. Bitta tashqi bitta aylantirib ko'rsatib yuboray. Mana ekan. 25 Damas. 3000 yurgan. Mana hozir ichki tomonni kraskalari ham tozami? Ichki tomonni ko'rsang.
Liniyanim qilingan o'sha meniki. Bitta chiqol taqasi, chiqoli bormi? Chiqol yo'q. Bitta chiqol qo'yasizlar. Kraskasi top-toza. Metani bor dedingizmi? Yo'q, gaz yo'q. Shumka bo'lganmi? Shumka bo'lgan ekan. Balon almashganmi? Balon ham yangi balon ekan. Yangi chiqancha ham yurmabdi hozir. Yangi balon tak. Bitta metani yo'q ekan. Qolgan narsalar hammasi joyida. Necha pul deyapsiz narxini buning endi? 96 ming. Qancha? 96 ming. Kelishtirib bering endi. Ancha yurgansizda baribir. Metani ham yo'q ekanda. Kelishtirib bering. Tak, qanaqa variantlar bor yana? Bank, barter shunaqa bormi? Naqdga. Bankchi? Naqdmi? Ayting telefon raqamini, kelishaverasiz. 90lik, 90lik 418, 418 86. 86 ekan. Qayerdagi mashina? Kaptarxona Halqobodniki ekan. O'zimiz tarafdan, men yashaydigan tarafdan ekan pastda. Bo'ldi akam. Bosinglar. Tak, boya nimadir qolib ketdi-da, boya. Na, 12 chiqmay qoldi bu. Hozir 12 dan ko'rsatib bor, egasi ketdimi? Assalomu alaykum. Shu qatorda 12 qolib ketdi-da, zo'rmisi yaxshisi qo'yamiz? Qilmaydi lekin yo'q. Mayli, buncha zo'rmi? Rahmat, xudoga shukr. Yey! Zo'ra kim bor ekan sizdan yaxshimi, zo'rmi? Nima kamdan emas. Yaxshimi? Zo'rmi, charchamasizlar? Bu operator bilan yuribsiz-ku bu yoq. Operator bilan yuribsiz-ku bu yoq. Tak, o'zimiz kollegani ko'rib qoldik-da. Nima bor ekan sizda? Qo'yadigan mashina bormi? Ha, kuzatarmi deysiz? Yaxshi, rahmat. Tushirdim ben biz mashina. Qanaqa mashina sizdagi? Bular Ayting, qaysi tushirib kelyapman shu yoqda? Jiguldan keyin. Tushirdim. Ya, Jiguldan keyinmi? Nima narsa? Matizmi? Yo'q. Jenteramidi? Ha, yuring. Bobo meni ham olib kelyapti shuni. Qaysi? Narigimi? Ko'chadagimi? Jentira qayerda? Ma ko'chadagimi bitta jentira bor ekan. Mana shumi? Yo'q, bu emas. Narigimi ya? Buni boya tushirdim lekin men. Agar shu bo'lsa, shumi? Buni tushirdim ha, uni tushirdim. O tushirdim. Videoni boshroqqa qo'ying, bovani mashinasi sotilsin, mayli, yordam qiling. O'zi boshda turibdi, boshga tushirdim. 3 kilo qoldirdingiz. Bo'ldi bobojon. 3 kilo tandirlikni hisobimdan dedi. Bak, bobong mashinani bitta olib boringlar. Tandirni birga yeymiz. Masalan, yo'q, lekin realni yaxshi jentira ekan. Probegi ham uncha ko'p emas ekan. Drenal kaptur ekan, hozir ko'rsak qo'yamiz. Boylab o'tiribdi. Assalomu alaykum. Tuzumimiz yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? YouTube'ga qo'yamizmi? Sotilib ketsinmi? Kaptur yili necha aka buning? 2021mi, 22mi? 22. Probegi qancha bo'lgan? 30. Probegi 41 ming. 42400 ekan probegi. Kraskalari qanday? Tozami? Top-toza. Nimada yursizlar? Benzinda. 100 tasiga nechta taroz sotilyapti shu? 8 taroz sotiladi. Chunki o'sha paytlar hozir bitta ko'rsatib oling, tashqi mana ekan. Renault Captur qanaqa mashina degan bo'lsa, bitta ko'rsataman, balon sostenlari ekan, o'rtacha ekan. Bu o'sha paytlarda men ham olaman deb bitta niyat qildim, lekin ola olmadim. Niyat qilgan ekan. Cobalt tovardik shu paytda, keyin elektromobilga o'zgardi mashinamiz. Faralar ikkita etapli ekan. Bu yerda ham bor ekan, dalniy bor ekan, mana yerda, bu yerda ham bor ekan. Поворотник bo'lsa kerak, adashmasam. Tak, mana yerda поворотник chiroqlar bu yerda yonadi. Bitta qatorda podveskasi yaxshi ekan, baland ekan. Renault Capturning bu ana variant ekan. Ancha podveskasi ham baland ekan, qarang. Buncha joylarga tegmaydi. Orqalarda ham Green Energy'dan podkrilliklari mana ularni ancha baland joy ekan, shikast yetmaydi ko'zning o'ziga. Bitta ko'rsatib yuborak, ichki tomonlarini ham chiqollari bor, yaxshi sistemda, orqalarida ham zaryadlagich USB-lari bor ekan, zaryad sistema. Pechkasi ham bormi orqaga? Pechka tagida qo'yilganmi? Anosi yo'q-ku bu prokamishni. Pechkani ko'rmadim. 2000 значит 2000 necha 22 mida? 22-42 ming yurgan mashina. Cruise control bor. Multimedia ham boshqaradi sistema. O'zining magnitofonini ishlatib bitta ko'rsatib o'tgan aka bitta tushdi. Odamlar ko'rsa qanaqa mashinalar. Tak, bagaj zo'r ochilar ekan. Mexanikaga ekan. Yo'q, avtomat ekan. Mexanikaga o'tkazsangiz ham bo'ladi, mana aka.
Bu yoqda mana mexanik, u taraf avtomat. Start stop knopka, скользкая дорога, eco rejimlar bor, eco normal, sport rejimlari ham bor, mana panel. Tak, ko'zining monitorlari. Xullas. Tak. Hadovoylar qanday ekan, aka, yurishi? Yumshoqmancha hadovoylari qanday? Yumshoqmi? Bagajlik qancha zo'r ekan, kengish ekan, ha? Tepada shtorkasi bor. Tak, bagaj ancha kengish, propan dumaloq tabletka olib qo'yilganmi? Nima? Benzinda aytgancha adashdim. Tak, narxi necha pul deyapsiz buni? 16 ming. Tak, taxminan 200 necha million bo'lib qoladi-da? 200 million bo'lib qoladi, 200. Ha? 200 ga borib bo'ladi. 192 million. Necha pullarga so'ra? Savdo ham bo'ldimi? 13 ga. O'sha paytda qanchaga olingan bu ancha pulida, men ham bir qiziqib bo'ldim-da olaman deb. Greniyenijilar turibdi, analari ham bor ekan. Xullas, qarachi 16 ming deyapti, 192 bo'ladi deyapti. 13 ga so'ragan ekan. Shunga qarab so'rab olaverasizlar. Ayting telefon raqamini. Telefon raqamingizni aytingchi. 91lik 078 078 86 00. Tak. Tak, qanaqa variant bor? Series bank ham bo'laveradimi? Bank ham bo'ladi. Bank ham bo'ladi. Buni lekin Toshkentga olib borsalaringiz zo'r ketadi-da buni. Bu Toshkentda Sergelida yaxshi ketadi-da bu mashina. Toshkentda talab 600 mashina emas. talab bor Sergeliga. Buni Vukubga chiqarsalaringiz ham bo'ladi, ana agar ketmagan bo'lsa. Qarochi aloqa chiqib bosaverasizlar. O'zimizga ham shu sekin-sekin o'rganish kerak-da shunaqa mana indomarkalar olib. 13 mingga lekin so'rabdi kimdir. Tepasiga so'rab olaverasizlar. Largus bor ekan, svejiyroq Largus chiqyapti. Ko'rsatib yuboraymi? Hali ham nima deydi, qiziqqanlar bo'lsa. Largus yo'q. Bor menimcha. Largus bu svejiyroq ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? YouTube'ga qo'yib yuborak, sotilib ketsin nasib bo'lsa. Biroq so'rayotganlar ko'p. Yili nechi bu akam? 2020? Oxiri. 20 ni oxirida chiqqan ekan. Svejiy ekanda, bu ko'rinib turibdi. Balon sostayanlar, archa balon taqilgan, o'rtacha, yomon emas. O'zimnikidek balon ekan. Tak, VT diskalar. Kraskasi qanday ekan? Ikkita eshik almashgan? Ha, ikkita eshik almashganmi? Buni ikomi ya, bundaymi? Ikomi. Radnoy qo'yilgan-a o'ziniki. Radnoy qo'yilgan ekan, shunda qisqanda. Yetak qarang. Chiqoli yaxshi sistemda, chiqoli bor, poliklari bor. Endi bu elementar narsa, chiqol polik, samgalar ichiga e'tibor berak. Probegi qancha bo'lgan? Probegi qancha bo'lgan? 33 ming yurgan. Hech qancha ko'p? Qo'shamiz, ko'rsatamiz. Ko'p, bitta qo'shing-da. Buncha ko'p yurmabdi-ku bu. Faqat shu ish bilan do'konga borib kelinganmi deyman-da bu. Mana 33 ming ekan. Rexni ko'rsana. Hech qancha yurmabdi-da. Tak, bu nechta o'rindiqli ekan? Ikkita. Tak, mana o'rta o'rindiq. Bu nechta o'rindiqli? Shundayga 7 ta o'rindiqlimi? Cross, Lada Vista Cross. Cross'da mana bunday podveskalik bo'ladi. Oddiyda mana bunday podveska bo'lmaydi, Cross'da mana bunday podveskalar bo'ladi. Ana aka, sizlarga almashan. Bitta orqasini bitta oching-da, akam. Shuni oching-da. Ichida zapaskalari ham bormi? Zapaskasi bor. Uzoq yo'llarda kakras bu kerak bo'ladi. O'zimda ham shahar ichida baloni yorilib qoldi-ku, shuning uchun zapaska baribir. Dalniga chiqsangiz, sayohatga chiqsangiz kerak bo'ladi zapaska. Mana aka, ikkita o'rindig'i, ikkita o'rindiqlari bor. Mashina nimada yuribdi? Benzindami yo? Gazdan metan bor. 90 talik metan. Metan. Qayerga qo'yilgan metan? Ostiga qo'yilgan. Bitta ko'raylik-chi. Bu joy bor ekan, joylashibdi qarang, 90 talik metan ekan. Hech qancha ham yurma. Parktroniklari ham ishlaydimi? Mana endi sensor datchiklari bor-da, tichirli. Avariya bo'lmaslik uchun orqa tomondan ko'rsatib turadi. Narxini nech pul deyapsizlar endi desam? 180 kam bor. Savdosi ham bo'ldimi? Savdosi Trekkerga barter so'radi. Bo'lmasam naqd bor, Cheers bank ham bo'laveradimi? Bo'ldi. Ayting telefon raqamini bo'lsa. 70lik 217 92. Aloqa chiqasiz. Mashina svejiy ekan. Qayerdagi mashina ekan? Jarqo'g'ondagi mashina. Svejiy mashina ekan. Bosinglar. Trekkerga barter debdi. Endi trekker mana bobonikini ham olamiz. Bobolar baland aytib yormasa-ku bo'ldi-da. Trekker sizdan bobo.
yaxshimisiz? YouTube'ga qo'yaveramizmi? Sotilib ketsin. Baba hozir olamiz. Malibu XL. XL mi? Endi oxirgi chiqqan Malibulardan XL Malibu 2023 ekan. Oynalar boshqacha olib chiqdi-yu, menlar. Nanalari ham ko'p bo'lib chiqdi oynalar. XL dan bir ko'raylikchi. Shumka bo'lgan beshiga. O'ziniki ekan shunaqa. Qani zapasda bitta ko'raylikchi. Evakor tashanti poliklardan 42 ming yurgan malaka probega XL. Qanaqa ekan? Nimalar o'zgarish bor ekan? Avtomat kirib oddiy buyog'i monitorimdagi yotgan. XL da nima o'zgarish bor bo'lgan? Turbadan ko'ra o'zgarishlar nima qilingan? Mordadan, ana multimediasidan ozgina farq. Manilari ham sal qalinroq ekan. Propan bor ekan. Kraskalari ham tozami? Qanday kraska? Fitnosi bor ekan. Nechta bor? Kapot. Aha. Kapot bilan fitnosi. 42 ming yurgan mana Malibu XL. 2023 ekan, yili. Tak, narxini qanchadan undayapsiz? Narx qancha bo'lyapti? 4,5 mingga keldi. 24,5 kam bor. So'radi hammi qanchagadir? 23,5. 23,5 ga so'radi. $1000 farq qolibdi-da bo'lmasam. Ha, ayting telefon raqamini bo'lmasa. 94lik. So'raydi. 94lik 675. Aha, 675 82 76. 82 76 ekan. Aloqaga chiqib olasiz. Yana qanaqa mashina bor? Trekker siz emasmi? Bitta XL bor ekan mashina. Bu ham Trekker mokri asfaltdagi rang. Buni ham maylicha ko'rsataman. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Sotamizmi? YouTube'ga qo'yamizmi, yo'qmi? Kimdan ekan? Mashina kimdan? Bu ham ma'lumoti sizdanmi? Sizdanmi og'a? Bitta ma'lumotini beringchi buni. Yili 2023-yil. 23. Bu qaysi pozitsiyasi bu? Premier. Mokri asfalt rangda, lekin ana Equinox aplisovka qilingan ekan. Qancha yurgan? 14,500 yurgan ekan. Paroqlari ham bor ekanlar. 5 ключевой достуp bor. Premier bitta ko'rsatib o'ring. 14,700 yurgan. Qolgan joylar mana shtatni o'ziniki ham radnoy holatda turibdi. Bu nima qo'yilgan? Metanmi, propanmi bu? Propan 5,5 million. Propan qo'yilgan. Kraskalar qanday ekan? Kraskasi toza dedi. Bitta chiqol bor. Mana nima ekan? Chuqur pok. Tak. Propan qo'yilgan ekan. Naktikalar taqilgan, naktika turibdi. Bagaj naktikasi bor ekan. Zapaskani joyiga propan qo'ygan ekan. Zapaskasi ham bormi-kan? Uyda? Zapaskasi ham qo'shib beriladi. Tak, 2023 14 ming yurgan Premier pozitsiya. Narxi nech pul bo'lyapti? 220 million, 4 ta mehki balon. 220 million kam bor, ha? Savdosi ham bo'ldimi, yo'qmi? Bor, savdosi 206 million bo'ldi. 206 millionga so'ragan. Shunga qarab so'rab olib o'rasiz, plus minus qilib ustiga. Ayting telefon. Telefon raqamini ayting, ava. Telefon raqamini ayting, ala. Ava. 97lik. 97lik 242 242 22 22 ekan. Bosinglar. Cheers Bank ham bo'laveradi. Ha, Cheers Bank ham. Tak, trekkerlar ko'p chiqibdi bugun bozorga. Menda qora Midnight ham. Qora Midnight ham bor ekan. Telefon raqam qoldirib ketdi, shunga chiqib bosasizlar. Tak. Yana bitta trekker bor ekan. Buni mencha o'tgan safar qo'ydik. Bizga qulay arzonroq aytadiganlar keldi. Damas bor ekan mana bunday. Bunday rang Damas ham, lekin hozir moda bo'lgan bor-ku. Boshida qandaydi? Hozir ko'chalarda ko'p ko'ryapman-da. Ko'plarda minib yuribdi shunaqadan. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Ukam yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsiz? Qo'yamizmi YouTube'ga? Sotilsinmi? Qo'yasizmi? Qo'yamiz ha. Tushib turib bitta ma'lumot aytasiz. Yili necha? 25 mi 24 mi? Yili 23 yili. 23. Aviaga 36 ming euro. Qarang, balonlari yangi ekan, 8 diskalar taqilgan ekan. 36 ming yurgan, 2023 ekan. 23. Xuddi 24-25 larga o'xshab turibdi-da. Metani yo'qmi, benzinmi? Benzinga, propanga yo'q. Propan yo'q, top-top. Mashina propanda ekan, kraskalari top-toza ekan. Tak. Xullas, toza mashina. Narxi nech bo'lib qoldi? Kelishtirib bering endi 23 ekan. Lekin yaxshi ekan, sostayansiz. 80 deyaptilar, bo'ladi.
80 sal balandlik qilyapti-da, bozorga nisbatan-da. Savdosi ham bo'ldimi, so'radi ham? 75 so'ra. 75 yaxshi narx so'radi. 75 dan shu tepasiga bir ikki so'm qo'yib anov qilib olaverasiz, lekin siz o'tib bering 80 dan. Chunki hozir 24lar pash shunaqa bo'lib qolyapti, shuncha yurganlarda. Bu 23 da. Tak, ayting telefon raqami. 97lik 781 27 47 ekan. Mashina qayerdiki? Termizdagi ekan. Bosinglar. Bo'ldi, propanda yuraman deganlar bosasizlar mana aka. Kelishtirib, tak. Bu Spark kimdan ekan? Spark kimdan? Sizdanmi? To'g'rimi, yaxshimi? 19. 2019. Mexanikami, avtomatmi? Mexanika ekan. Liti diskalar taqilgan ekan, qarang. Diska, Liti diska. Balonlari ham yangi ekan. Tak, ichi tomonda o'zi Malibu rul bor ekan haqiqatdan mexanikada. Registrator tipalari Alcantara bo'lganiga endi adashmasam kimdir menga u Alcantara emas, boshqa oldin boshqacha obshipkani ko'rsatgan Alcantara emas edi. Mana aka Alcantara endi haqiqiysi. Tak, короче. Probega qancha bo'lgan? 3 kurup. 3 kurup. Kraskasi top toza ekan, 3 kurup yurgan mashina mana aka. Haqiqatdan realni mashina yaxshi holatda turibdi. Orqalardan qora farlar taqilgan. Nimada yuribdi? Metanmi, propanmi? Metanda. 3 kurup yurgan 2019 a mexanikada. Balonlari ham yangi ekan. Narxi necha pul qoldi? Qancha deyapsiz? Buni 85 deyapmiz. Qancha bo'lsa beraverasiz nasib. Bir qism kelishtirib beramiz. Beriladi. Savdosi ham buni so'radimi? 79 million so'rab. Zo'r narxda. 79 dan ustiga qo'shib olaveradi bo'lmasa, bir so'm 2 so'm qo'shib ustiga qo'shib olaverasizlar. Bo'ldi. Taksi qilaman deganlar, yuraman deganlar uchun zo'r mashina. Ayting telefon raqamni. 94lik. Aha. 901. Aha. 38 36. 38 36 oxirgisi. Aloqa chiqib bosaverasizlar. Boringlar. Gentrami? Gentra 22. 2022 mexanikami? Mexanika. Balondan boshlaylik. Balonlari ham tashti yangi ekan, yaxshi sostavda ekan. Tak, 2022 mexanika ekan. Probega qancha bo'lgan? 118 ming yurgan ekan, anovlari bor. Podogriflari bor ekan. Chiqollari yaxshi sostavda turibdi. Betanmi? Betan bormi? 2018 mana ekan. Orqa tomonlari yomon emas, yaxshi sostavda turibdi. Chetki. 2018. Bir qator atrofidan ko'rsataman. 2018 bo'ldi. Kraskalarni toza dedingiz-a buni? Nech pul narxi buni? Bunimi? Qancha bo'lyapti? 130 deyapsiz, kelishtirib beramiz. 2018 kelishtiring. 19, 22 mi? Ha, ya 22 da. Ha, bu 22. Unday bo'lsa to'g'ri kelyapti narxi. Men 19, 18 deb o'ylab. Yo'q, 22. 18 deb hozir o'yladim. Chunki narxda bitta 18 bor-da, xayolimda. Короче, 130 kam bor-a. 25 bo'lsa beraman. 25 ga beraman. Mana 2022 bosinglar. Narxda 18 tushirdim, narxini ancha balandroq aytib, shu narxga mana buni bosib o'rsalang bo'ladi. Ayting telefon raqamni. 94lik. 94lik 901 901 38 36. 38 36. Shu nomeri bilan generalni ham beraman. Generalni ham berib o'rar ekan. Bosinglar. Tak, nima tushiramiz? Matiz tushiramizmi endi? Necha minut? 43 minutlik video bo'ldi. 1 soat bo'lsa-ku, meni ancha-muncha mashina. Gentra, qora Gentra kimdan? Sizdanmi aka? Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Qo'yamizmi? Nomerni? Nomerni yo'q qo'yish kerak-da bo'lmasam. Tak, yili necha? 23 mi? 23 avtomat qarabdi. 23 ga 24. Ko'zi 24 mi deyman? Balonlar yaxshi ekan, sostavyangiz yangi turgan. Tak, ichki tomonda ko'rsak, podogriflar qo'yilgan. Bunda 23 ga 24 ekan. Ha, berkasi qayerda bular? Gentrani. Ichki tomoni Abror 75 YouTube'da. Bugun chiqa nasib bo'lsa. Orqadan podlokotniklar qo'yilgan. Yomon emas mana. Qat. Hozir qo'yamiz. Ha, 23 ekan, 23 ekan. Texpas 24 bo'lsa kerak-da, adashmasam. Tak. Kraskalar tozami? Kraskasi qanday? Toza? Toza. Tonirovka ruxsati bormi hali? Tonirovka ruxsati bor, polni keramika qilingan. Keramika qilingan ekan. Texpasport 24 mi? 23 texpasport, kuzov 24. 23 ga ko'zi, hozir ko'rdim. Ko'zi 23 ekan. 23 bo'ldi. Tak, bo'ldi. Narx qancha deyapsiz? 175 million. 175 million kelishadi, kam bor. Savdosi ham bo'ldimi? So'radingmi? Yo'q, savdosi. Bo'ldi. Telefon raqamingizni ayting. 93lik 635 635 89 92 92 mi? 92 ekan. Bosinglar. Keramika bo'lgan ekan, polirovkasi. Nima mashina bor?
Sizdami? Damasmi? Nexia 1 ekan. Nexia 1 legenda dedi ko'pda. Nexia 1 yili nechi buni akam? 2006-yilgi Nexia 1. Tak, balans sistemlar o'rtacha. Tak, qancha yurgan? Probega necha kirib yurgan? 3,5 kirib yurgan ekan. Mana ekan mashina. 3,5 kirib mashina. Metani bormi? Orqasi ochilmadi. Bitta ochib olsangiz ko'rsam 2006. Faqat manellar ozroq chirigan joylari bor ekan. To'ldirib olish kerak ekan. Qanchaga so'rayapsiz? So'rayapsizmi? Metani bor. Ta 2006 tak probega 3 kirib dedingiz-a? 3 kirib yurgan. Narxi buning qanday bo'lyapti? 35 million. Narxi 35 beryapti. Bo'lib to'lashga ham berasizmi? Beraman. Barter. 20 mingsa beraman. Kraskalari qanday? Bormi? Betida. Kapotda bor ekan. 20 bo'lsa qolganini bo'lib to'lashga ham berasiz, kelishaverasiz, qancha vaqtga bo'lsa. Ayting telefon raqamini. 94lik 298 298 97 95. 97 90. Qayerdaki mashina? Sherobodmi? Sherobodga topdim dedim. Aha. Bo'ldi. Generalni ham beraverasizmi? General. Muammo yo'q, o'zimiz bog'laymiz. Bo'ldi, bosinglar. Ha? Mayli, qilamiz. Yili nechi buni? Kim aytadi ma'lumotni? Siz aytasizmi? Dadasi ayting. Dadasi qaysi? Sizmisiz? Assalomu alaykum. Sog'inasiz aka. Ayting, ma'lumotini ayting. Yili 2023 mi? 21. 21 ekan. 9800 yilda. Bu saqlanganmi bir joyda turib? Saqlanganmi dema, yurmayapti. Garajda turgan. Balonlar yaxshi ekan, sostoyanisi. 2021 9879 yurgan. Xo'p, mayli. Tak, mashina yomon emas, yaxshi sostoyan turib, polik tashlab bitta chiqol qilasiz, lekin chang bosdi, ancha bitta yuvib olish kerak ekan buni. Ancha turibdi. Narigi bitta ichkarisi bana o'qiganmi? Tak, metani bormi yo propan? Metani bor ekan. Kraskasi qanday? Tozami? Toza, garajda turgan mashina salomat. Bitta moyka qilib olasizlar haqiqatan ham. Tak, xullas mashina toza bo'lib turibdi. 2021 ha? Nech pul deyapsiz narxi? Baland aytmang lekin yiliga nisbatan. 80? Qancha anov bo'lyapti? Nech pulga so'radi? 70 ga so'rayapti buni. Men bermoqchi emasman buni 70 ga. 70 dan tepasiga bering. Ha. Chunki 80 ga hozir 2023 23 ga beradi. 24 ham beryapti-da yili. Yil ham rol o'ynaydi bu 21 da. Yil rol o'ynaydi. Probega to'g'ri kam, endi probega ko'p o'ynamaydi. Yil o'ynayapti. Yo'q, hozir olyapmiz buni. 70 ga so'radimi? 70 ga so'rayapti. 70 tepasiga 1 so'm qo'shib olasizmi? Mashina qayerda turadi? Kaptarxona. Kaptarxona. Ayting telefon raqamingizni ayting. 90lik 90lik 521 521 47 13. 47 13 ekan mana. Mashina svejiyroq anaqa qilaman. Yilni hisob qilmaganda svejiyroq. Telefon qilib, mayli aloqaga chiqib olaverasiz. Endi haydab ko'r. Mayli akam. Bo'ldi. Hozir mashina birinchi yil rol o'ynaydi. Qancha saqlasangiz ham u eski ana mashina bo'lsa edi, eski mashina bo'lsa ham bari narx tushadi, yil o'tyapti-da. Tak, Gentra. Yuring. Qaysi kanal bu? Abror 75. Abror 75. Obuna olib qo'yasan. Tak, labo yili necha ekan buni? 56. 54-56 ming yurgan ekan. Bitta ochib olsangiz ko'rsam, balon sostenlari yangi ekan. Bitta ikki xil balon taqilganmi? Yangi o'rnish qo'yilgan. Tak, yangi balon ekan. Ikki bir xilmi, sal har xilga o'xshayapti. Tak. Zo'r anodan taqib qo'yibdi. Kanosi bor, poliklari bor. 56 ming yurgan mana ekan. Tak, mana ekan ichki somonlari, sostenlari yaxshi. Metani bor-a? Ayyor. Metanlari bor. Tap-tayyor mashina ekan. Mana ekan metani bor. Xullas, kraskasi qanday ekan? Toza, lekin bunda sir uchgan joylari bor, sepilgan joylari yo'q, turtilgan joy yo'q ekan. Narxi nech pul deyapsiz ekan buni? 105 million yoqda kelishtirib beramiz. Yil 24 dedingizmi? 24. Kelishtirgan ekan. Ba'zi 25 ta metani borni 105 deyapti. U probek ekanda 6 ming yurgan probekda. Bu tembol 24 yillik 6 ming yurgan. Buni Kelishamiz. 100 dan pastiga normal qilib berasiz. Bo'ldi, ayting telefon raqamini. 95lik 95lik 520 100. Aha, mana ekan telefon bitta screenshot qilib olaverasizlar. Bo'ldi akam, obuna bo'lib qo'ying, chiqadi bugun nasib qilsa.
kelishtirib olasiz yili 24lik uchun. 49 minut oldik. Yana qaysi mashinani ko'rsating? Nima qoldi? Nikkel Cobalt ham ko'rsataymi? Cobalt sizdanmi Nikkel akam? Qo'yamizmi? Qo'yib yuboraylikmi? Sotilib ketsin ha? Yili nechi buni akam? 2014. Mexanika? Nechinchi pozitsiyasi bu akam? Ikkinchi pozitsiya. Konditsionerlari bor ha? Ikkinchi pozitsiya konditsionerlari bor, mana aka. Ravonmi bu? Ravondan chiqqan ekan. Tak. 2014. Kraskalar qanday ekan? 20% bor ekan. Tekshirib olaverasizlar, kraskalar 20% bor ekan, ichki tomonlari. Tak, mana aka. Yoqilg'i turi metan qo'yilgan a? Metan balonni ko'rsating, balon yangi ekan. Yangi balon qo'yilgan ekan, hatto. Metani bor mana aka. Deganlar. 2014 15lik balon taqilgan ekan. 2014 konditsioneri bor, kraskasi 20%. Probegi qancha bo'lgan? 3,5 kirib yurgan mashina ekan. Narxini nech pul bo'lyapti endi? Qanchada kelishtirib ayting, sotilib ketsin nasib qilsa. 87. 87 kam bor ham, kelishtirib beradi. Savdo bo'lmaymi holi? Barterga bo'lyapti aka. Barter ham qilaveramiz aka. Barterga ham bor. Nima bo'lsa barter bo'lyapti. Qanaqa mashinalar? Yo'q, Nexia 2 Spark ustiga kelishi, universitet kelishi. Bo'ldi. Ishi yo'qmi hech qanaqa bunday yersa? Boshqa joylarda bo'ldi. Ayting telefon raqam. Telefon raqamini ayting. 93lik 167 167 70 93. 70 93 ekan. 99 Aha. 425 Hop. 94 99. Bo'ldi, aloqa chiqib olaverasiz. Mashina qayerdaki? Sherovatda ekan. Men mana haydab ko'rib olaverasiz. Endi Monza ham turibdi. Monza oldim. Qani bo'lma. Mana bitta, bu ham Nikkel Svit ekan. Stalnoy Svit. Yili necha buning? Buni yili 19. 19 mexanikada. 19 mexanik. Podogriflari bor ekan. Bundan chiqqan ishlarni shirinqitlar kelib turibdi. Podogrif bor. Tak, monitor bor. Probegi qancha bo'lgan buning? Probegi 136 ming bo'lgan. Mali bir rul qo'yilgan ekan. Shumka qilingan ekan. Shumka qilingan. 136 ming probeg. Metani bormi? Yo, propanmi? Zavodskiy metan. Zavodskiy metan o'zi. Qo'yib chiqarilgan o'sha paytda. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi toza aka. Toza ekan. Zapaskasimi? Zapaskalar turibdi, tagi ham shumka qilingan ekan. Yaxshi sostaniyada turibdi. Xullas, kraskalar toza 2019 ekan. Bu necha pul deyapsiz buni? 115 deyapmiz aka, kam bor. 115 bilan kam bor. Savdosi bo'ldimi yo'qmi buni? Savdosi 103 bo'lgan. 103 bo'lgan ekan. Shunga qarab so'rab olaverasiz. Ayting telefon raqamini bunga. 99 425 Aha. 94 99. 94 99 ekan. Aloqaga chiqib, haydab ko'rib olasiz, bemalol ko'rib. Bo'pti akam. Omad. Shu Monzani oldikmi yo'qmi? Bitta ko'ring endi. Monzani egasi tanishni. Ayol kishi ekan. Monza sizdanmi, mo'man? Narxini kelishtirib bering endi. Sotilib ketsin. O'tgan bozormi, oldingi bozor ham bir ko'rdim sizda. Oldingi emas, o'tgan bozor. O'tiring qani? Tak, hozir ichini ham bitta ko'rsataylik. 210 desam 200 ga sotsam qanday bo'ladi? O'tgan safar qimmat aytgan. Men qarang. 235 ga dedim o'tgan safar. To'g'ri, to'g'ri. Baland, u narx balandlar. Yilini hozir bitta qaytadan ma'lumotini aytaylik. 23 chiqqan Koreyada. 24 salafani bilan olganman. Mana texpasport o'zi anaqa birinchi qo'l olingan 24, ikkinchi oy bo'lsa fevral olingan ekanda. Endi Monzalar 23 ta yili. 23, 24 olingan. Pul zarur uchun sotyapman. Kraskalari qanday? Tozami? O'zini kraskasi. Toza kraskalar. Joy chizilmagan, turtilmagan, Xudoga shukr. Toza kraskasi. Ichki tomondan qaranglar, laminat. Laminat emas, hech nima qilinmagan. O'zi qanday olgan bo'lsam shunday turibdi. Mana bu laminat bo'lgan ekan. Mana u nima qilingan, tonirovka qildirganman. Hali ham bormi? Yaqinda qildirdingizmi? Bo'lmasa ruxsati bor kamida 11 oy, ha? Bor, ha. 11 oy ruxsati bor. 11 oy bo'lmasa ham 10 oylar bor ruxsati. Nima qo'yilgan? Propan gaz qo'yilgan. Bitta ochib ko'rsatamiz hozir. Tak, keyin hozir atmosferni bu bolalar, atmosferni 10 oy ruxsati bor. 2023. Tak, orqalari manaki. Nakitkalar anosi bor. Bagaj poliklari bor. Propan manaki. 45 talik adashmasam. Bitta zapravkasi 500 kilometr yuradi. 10 litr benzin qo'shsangiz Toshkentgacha kirib boradi Termizdan. Mana gap. Mana chiqoli. Chiqoli ustidan tentimi? Ustiga yopiladi. Tent. Xullas
xolamning o'zi haydagan ekan mashinani, ayol kishi haydagan mashina. Atmosferni probegi qancha bo'lgan xola? 49.085 50 ga. Salga 49 ming yurgan ekan. Kraskalar toza. 200 bo'lsa berib yuborasizmi? 200 larga. Naqd 200 bo'lsa berib yuboraman. 210 deb o'tiribman. Bo'ldi, chunki hola bular narxi shunday hozir. Toshkentda ham ketyapti, 200 dan kamiga ham ketyapti. Endi mayli sizga ko'p haydalmagan hisobiga turtilmagan, o'zini kraskasi, balonlari ham yangi turibdi ko'ryapsiz. Hozirda balonni ko'rsatib yuboraylik-da. Balonlari yangi ekan sasiyani. Bosinglar 200 millionga malzemani. 1,5 atmosferni 49 ming yurgan. Tak. Cheris bank ham qilib berasizmi? Cheris bank ham bo'laverami agar bir 60 o'zini qo'yib bank qilib bersa ham mayli. Joyida olib beramiz-da unda. Bo'ldi. Mashina boshqa olaman deyapsizmi yo bironda kerak uy-puy olaman deyapsizmi? Menga hozircha pul kerak edi-da, bo'lmasa o'zim sotmoqchi emas edim. Bo'ldi. Xullas 200 millionga bosinglar. Ayting telefon raqamini. 91lik 585 57 73 aka. Termizniki ham mashina. Bo'ldi. Xolam managa 200 millionga manaka. Chiroyli narxda. Yana ham balkim srochniga bo'lsa 1 so'm 2 so'm o'tib beradi. Bosinglar. Bo'pti xola, sotilib ketadi nasib bo'lsa. Abro 75 ta chiqadi. Anami Cobultmi? Matizmi? Qaymoq 2011 qaymoq rangli manaka. Best balonlari yangi ekan, sostiyansi. Ichki tomonini ko'rsatamiz hozir. Tak, mexanikalar, salgina magnitofonlar o'ynab turib, chiqoli yangi taqilgan ekan, poliga sal eskirgan bo'ladi. Metani bor-a? Bor, metani bor. Qancha yurgan probegi? 485 ming yurgan. 485 ming? 485 ming. Halol. 2011 dedingiz-a? 2011-5. 11da kamdan kam chiqadi bozorga 11. Xullas, narxini qancha bo'lib qoldi savdosi? Necha pul bo'lsa berib yuborasiz nasib. 36 ga bermadik. O'zi 40 ga deb turibmiz. Kelishtirgan. Ikon o'rtasida katta farq bor-da. 36 ga hozir bermadik. Bo'l 36 dan chiqsa berasizmi ustiga? 36 dan chiqsa beramiz. Ustiga chiqsa, chiqinglar, olib ketinglar bemalol. Sostiyanasi yaxshi ekan. Yomon emas mashina. Xadoylar zo'r. Balonlar yangi balon taqilgan. Oldi xadoy Spark Amazon mashinasidan qo'yilgan. Tak, motorlar chiqqanmi anodan qilinganmi? Remont qilingan chiqqanmi? Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytingchi. 93lik 790 4002. 4002 ekan. Bo'l, aloqa chiqib olasiz. Termizniki mashina? Jarqonniki ekan. Bosinglar. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, Abro 75. Nima bor ekan sizda? Matiz ko'ring. Matiz bo'lsa, Matizlar qo'yib yuboramiz. Dolasi. Abro 75 ta chiqar, xola. Mashina yangi. Alaykum assalom katta. Bo'ldi, olamiz. Mashinaga narx shu. Qaymoq rangli yana Matiz olamiz. Yili necha bo'lgan ekan? 2008 ekan. Bu 3 porshinlikmi, oddiysimi? Oddiysi bor. Deganlar. Alaykum assalom. Tak, chiqol bor, polib tashlangan. Chilmasal barda ko'rgan. Probegi 347 ming yurgan ekan, ha? 347 ming yurgan mana shu probegi. O'rtacha bitta ko'rsamiz mana aka. 347 ming yurgan? 347 ming. Tak, anasi metani bor? Metan bor, benzinda ham yuradi, metanda ham. Kraskasi qanday? Kraskalari bor. Bitta bor, ha? Petnosi bor ekan kraskasi. Xullas 2009 dedingiz-a? 2008 3 kirikdan oshiq yurgan kraskalar bittada bor. Metani bor. Narxini qancha deyapsiz endi? 35 deyapmiz. Kelishtirib bering. Anonki bilan bir xil bo'lib qolyapti narx qo'yadigan. Kelishamiz. Savdosi bo'lyapmali? Savdo bo'lgan yo'q. Bo'ldi, 35 kam bor, kelishtirib olasiz. Ayting telefon raqamini. 95lik 917 2997. Cobalt bo'lsa ham ustiga 29 necha? 97 ekan. Cobalt bo'lsa ustini gaplashaverasizdan. Bo'ldi. Qayerda ekan? Oqmi, mayli ekan. Hozir bu yoqda o'tirsan qo'yib yuborak, yonimizda ekan. Tak, mexanikami? Mexanika 2020 mexanika ekan. Balonlar yangi. Hamma sezon bilan balon taqilgan, yangi balon ekan, tashdim. Tak, kraskalar qanday ekan bu? Toza ekan. 2020 87 ming yurgan mashina. Mana ichki tomonlari. Siz ko'pincha mexanika sotasiz ekan? Mexanika sotasiz. Ko'p bir-ikki marta ko'rganman-da. Mana aka. Ishlari ham toza turibdi. Probegi qancha buni? 87 ming. Ko'rdim hozir 87 ming. Mana ochib tayyorlab qo'yibdi hammasini. Ochib yotmaysiz. Kampira balonlarda metallari bor. Kraskasi ham toza dedingiz-a? Toza ekan kraskasi. Xullas 20 kraskasi toza. Narxi qancha deyapti? Narxi 125 deyapti. Xo'p. 120 ga so'rab turibdi, bermay turibdi. Narx qo'yadi. Yo'q, 20 so'rami?
20 ga so'rab, sal qo'shsa berib olasiz bo'lmasa? Qo'shsa bir kelishtirib beramiz. Ikkovining o'rtasiga bitadi. Kelishtirib bering bo'lsa. 20 ga sal qo'shsam berib yuboring. Ayting telefon raqamingiz. 94lik Aha. 745 Aha. 79 9 bo'ldi. Aloqa chiqib olaverasiz. Genam bo'ladimi? Ano. Genam bo'ladi. Bosing. 20 bo'lsa 20 ustiga sal qo'shib olaverasiz. Bosavering. Tak. Oq Matiz ko'rsam. Oq Matiz yili necha bo'lgan ekan? 2006. 3 porsiyonlikmi, oddiymi? Oddiy Matiz ekan, 3 porsiyonlik. Tak. Chinakda ko'rsak, probegi qancha bo'lgan ekan? 97.800 shunchami yo sal to'xtaganmi yo bu? To'xtagan a? Tak, to'xtaganda chunki unchalar ham ko'p yurgan bo'lish kerak. Mana aka, ichki tomonlari yaxshi ekan, sostansi, chiholi bor, eksport bor, metani ham bor a? Sizlar. Rapanda ekan. Kraskalari qanday ekan buni? Kraskalari bor. Betida bor, sal bunday joylari bor ekan. Propan qo'yilgan ekan. Plus endi bar bir ko'rikda hadovoyda shey ham yaxshi hadovoy mana shu. Haydab ko'rib bemalol olaverasizlar. Balonni bitta ko'rsam balonlari yangi qo'yilgan. Nu o'rtacha ekan, balonlari ham yaxshi ekan. Tak. Narxi necha pul? 26 deyapsiz kelishamiz. 26 kam bor, kelishtirib beradi. 26 deyapti, kelishtirib beradi. Ayting telefon raqamini. 90lik. Aha. 645 55 85. 85 ekan, 55 85. Ko'rib, minib, haydab ko'rib olaverasiz. Nima bor akam sizda? Nexia 1mi? Zavodskiy kraskam bor. Nexia 1 legenda, родной kraskada deyapti mana aka. Nexia 1 legenda. Aha, aytavering ma'lumotni yana. Balonlarni ko'rsam, balonlar sostansi o'rtacha 185 ming probeg dedi. Ichki tomonini ko'ramiz endi qani. Tak, 184 mi, salkam 85 ming probegchasi bo'ladi. Qoldi ko'rinadi. Tak, ichki tomoni yaxshi. Poliklar chiqonlar raqilgan, poligan yomon emas. Ichki tomonlari yaxshi. Metani ham bormi, bobo? Orqa tomoni yomon emas mashina. Hozir metani ham bormi? Bor. Metani bor, kraskalari toza. 2006 dedingiz a? 2008. Oxiri chiqqan ekan. Son strambilyor. Qanchaga? Yani 184 ming. Ha, ko'rsatdim ular, aytdim. Qanchaga berib yuborasiz nasib qilsa? Buni 60 kelishamiz kam bor. Kelishtirib bering, 60 baland aytyapsiz, og'ajon. Buni 53 savdosi bo'ldi. Qachon bo'ldi savdosi? Kecha. 50gacha so'ragan ekan kecha. Bo'ldi, mana shunga qarab so'rab olaverasizlar. Savdosini kelishtirib. Ayting telefon raqam baba. 94lik. Aha. 092 092 77 73 77 73 ekan. Bo'ldi, aloqa chiqib olaverasiz. Bo'p, tamom. Nima bor? Nexia 1 ko'rsatamiz. Nexia 1 yili nechi buni? 2007 ekan. Katta tushib turasiz, ichini ko'rsatib boraman. Kraskalar chaqa chiqa joyida bor ekan, 2007. Probegi qancha bo'lgan? 288 mi? Salkam ichkirib yurgan ekan. Mashina dehqonsiz. Bu yoqqa haydalgan mashina. Chiqoli bor ekan, qo'liga yaxshi. Abror 75. Abror 75. Ha, 70 yozib chiqar. Metani bor ekan, kraskalar bitida bor. 2006 dedingizmi? 2007 ekan. Nech pul narxi, xudo xolasa, qanchaga berasiz? 8 deb turibmiz, kelishamiz. Savdosi bo'lmadimi hali? Bekka variant so'rashyapti. Bekka so'rayapti endi ko'pda. Balon sostansi o'rtacha almashtirib olasiz. Uni o'tib beramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Ayting telefon raqamini. 97lik 97lik 531 531 8822. Aha, 8822 ga aloqa chiqib olaverasiz. Kanalga obuna bo'ling, Abror 75 ga. Bosinglar, bolalar, 1 soat 3 minutlik video qilibmiz. 1 soatlik video qilibmiz. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Mana aka bugun sotuvchilar ko'p chiqibdi. Qo'yib bering deganlar ko'p bo'ldi. Sizlar sotish. ko'proq bo'ldi. Sa, qo'yib bering deganlar ko'p bo'ldi. Alo, sotaman deganlar ko'pda oldin bir xillar qo'ysin bozorda sotilib ketdi. Chunki qishki sezon yangi yil kelyapti. Sotib bering deganlar ko'p bo'lyapti. Значит, bu degani oluvchiga bemalol talashib, tortishib, o'zlaring shu xohlagan narxga aniq qilib aytib, "Ja, unday pastga urib emas, shu savdo bo'lgan narxdan ustiga bir so'm, 2 so'm qo'shib, o'sha narxga berib yuboradi. Shunaqa so'rab olsalaring bo'ladi" degani bu degani. So'rayapti. Takshni bosinglar.
Bemalol uyalmasdan telefon qilib, kelib, haydab ko'rib mashinani. Haydab ko'rib, baraka qilib o'rasizlar. Bitta like ayamaysizlar endi. Shuncha video qildik, mana 1 soat video qilib, bitta like bosib, har doimgidek like bosib, keyin nima deymiz? Hozir kirgan to'g'rilab olay. Like'lar bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki qiziq narsalar bo'ladi. Al Tojikistonga ham borish planda turibdi. Keyingi hafta harakat qilamiz Dinoga borishga. Ishlar ko'pligi uchun bora olmadik. Har doimgidek sizlar bilan Abror Xolmurodov. Kanalimizga bitta like bosib qo'yasizlar. Agar mana bunaqa elektromobil va gibridlar kerak bo'lib qolsa, qiziqsang bemalol kelib xohlasang shundan qilib beraman. Haydab ham ko'rasizlar bemalol qanaqa mashina. O'zim shaharga bo'sh vaqtlar taksi ham qilyapman. Mazza qiladi, qoplaydi. Bemalol taksiga chiqsalaring bilan mana bunaqa mashina olib. Misol benzin, propan, metandan ko'ra bu ancha qulay, uyda ham qo'yib olsangiz bo'ladi. Bilasizmi, 1 yildan oshiqdan, 1 yildan oldin oshdi. Shu elektromobil haydayman, Xudoga shukr, yaxshi ancha. Ekonomik jihatdan, xarajat jihatdan ancha kam. Qoplaydi-da, ko'p xarajat qilinmaydi bunga. Bosinglar. Telefon raqami profilimda bor. Nima narsa kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, qiziqqan narsalarni so'rab olavering. Telegram kanalimiz bor, Abror 75 degan, unga ham obuna bo'lib qo'ying. Pastda silkasini qo'yaman. Telegram kanalimni aytmayapman. YouTube kanalim bor, abror.uz, abror.degan, unga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram bor aytgancha, shunga ham obuna bo'lib qo'ying. Go.